aptekani ximikat narsalarga o'rganib qolgan erkaklar uchun borib aptekaga ko'k tabletkalarni olib doimiy ichib yurib, jigaringizga, oshqozoningizga zarar berasiz. Tabiiysidan foydalaning. Perforatorda yangisi, zo'ri, tabiiysi boshda ortmaydigan, 1 kun, 2 kundayoq effekt beradigan tabiiysiniga nima deysiz? Sizga ko'rsataman. Mana. Asal aralashtirilgan va undan tashqari 21 xil giyohni termasidan olingan. 7 xil Tibetdan keladi, 16 xil o'zimizdan chiqadi va undan 3 xil asal, 3 xil yog' qo'shilgan perforator o'rtoqlar. Perforatorlar bilasiz, betonni ham teshadi. Hattoki 60 yosh, 70 yoshlar ham telefon qilib rahmat aytishyapti. 70 yoshda ham bu narsa qiziq bo'lar ekanda. Albatta bunga qo'shimcha ravishda qonni suyultirish uchun, prostatit kasalliklari uchun bu yerda maxsus mana bu yerda mana dastarboshi, zarchava va qora sedanani bug'dan tayyorlangan siropi. Unga qo'shilganda, misol uchun farzandli bo'la olmayotganlar, urug' foizi past insonlar, uzoq yillar farzand kutayotganlar uchun aynan zo'r narsa hisoblanadi. Bemalol qo'ng'iroq qilishlarimga kichkina tabibda sinovdan o'tgan 15 yil, 20 yildan beri sotilayotgan eng yaxshilarini sizlarga maslahat beramiz. Shu nomerlarga aloqaga chiqsalaring yetkazib berib, holatingizga qarab ham zakazga ham kichkina tabib tayyorlab beraveradi. Salomat bo'ling.